Bir tun butun shahar uxlayotgan edi. Lekin hech kim bilmasdi, bu tun tarixni ikki qismga bo'lib yuboradi. 1986-yil 26 aprel. Sovet Ittifoqi tarkibidagi Ukraina hududida joylashgan Chernobil atom elektr stansiyasida insoniyat tarixidagi eng yirik texnogen falokatlardan biri sodir bo'ldi. Chernobil yadroviy halokati. Bu voqea bir zumda yuzaga kelgan tasodif emas edi. Bu, ketma-ket xatolar, nazoratning yo'qolishi va xavfsizlik qoidalarining buzilishi natijasida yuzaga kelgan katta fojia edi. Chernobil atom elektr stansiyasining 4 sonli reaktorida tajriba o'tkazilayotgan edi. Maqsad reaktor quvvati pasaygan paytda turbina qancha vaqt elektr ishlab bera olishini tekshirish edi. Ammo tajriba davomida bir nechta jiddiy xatolar yuz berdi. Reaktorning normal ishlash tartibi buzildi va xavfsizlik tizimlari o'chirildi. Natijada reaktor ichidagi energiya keskin oshib ketdi. Harorat nazoratdan chiqdi va bir necha soniya ichida butun tizim beqaror holatga keldi. So'ng esa kuchli portlash yuz berdi. Bu portlash oddiy texnik avariya emas edi. U reaktor qopqog'ini yorib yubordi va havoga katta miqdorda radioaktiv moddalar chiqib ketdi. Ko'rinmas zaharli bulut shamol orqali keng hududlarga tarqaldi. Eng achinarlisi shundaki, Pripyat shahri aholisi bu voqeadan darhol xabardor bo'lmadi. Ular oddiy hayotini davom ettirishdi. Bolalar o'ynardi, odamlar ishga borardi. Ammo ular yashayotgan muhit allaqachon xavfli nurlanish bilan to'lib bo'lgan edi. Keyinchalik favqulodda evakuatsiya boshlandi. Minglab odamlar uylarini tashlab chiqishga majbur bo'ldi. Ko'pchilik esa allaqachon radioaktiv nurlanish ta'siriga uchragan edi. Chernobil fojiasining oqibatlari juda keng va og'ir bo'ldi. Radioaktiv moddalar nafaqat Ukraina, balki Yevropaning katta qismiga ham tarqaldi. Saraton kasalliklari ko'paydi, hududlar yashash uchun yaroqsiz holga keldi. Bugungi kunda Chernobil hududi taqiqlangan zona sifatida tanilgan. U yerda tashlab ketilgan uylar, maktablar va bosh ko'chalar insoniyat xatosining jim guvohi bo'lib turibdi. Chernobil bizga bitta katta haqiqatni eslatadi. Texnologiya qanchalik kuchli bo'lmasin, uni boshqarishda inson mas'uliyati eng muhim omil hisoblanadi. Chunki bitta kichik xato ham butun bir tarixni o'zgartirib yuborishi mumkin. Chernobil fojiasi sodir bo'lgach, uning oqibatlari bir necha soat yoki bir necha kun bilan cheklanib qolmadi. Bu voqea butun insoniyat tarixida uzoq yillar davom etadigan, hatto bugungi kungacha sezilib turgan iz qoldirdi. Chernobil yadroviy halokati. Avvalo, eng katta oqibat bu radioaktiv nurlanishning keng hududga tarqalishi bo'ldi. Portlashdan chiqqan yadro moddalari shamol orqali Ukraina, Belarus, Rossiya va hatto Yevropaning bir qator davlatlariga ham yetib bordi. Bu esa millionlab odamlarning sog'ligiga xavf tugdirdi. Eng ko'p zarar ko'rgan hudud Pripyat shahri va Chernobil atrofidagi 30 kilometrli zona bo'ldi. Bu hudud taqiqlangan zona deb e'lon qilindi va butunlay evakuatsiya qilindi. Odamlar o'z uylarini bir zumda tashlab ketishga majbur bo'lishdi. Ko'pchilik hatto o'z narsalarni ham olishga ulgurmagan. Oqibatda minglab odamlar radiatsiya ta'siriga uchradi. Eng ko'p uchragan kasalliklar orasida qalqonsimon bez saratoni, qon kasalliklari va boshqa og'ir sog'liq muammolari bor edi. Ayniqsa bolalar va yoshlar ko'proq zarar ko'rdi. Shuningdek, tabiat ham katta zarar ko'rdi. O'rmonlar qurib ketdi, hayvonlar mutatsiyaga uchradi. Ba'zi hududlarda bugungi kungacha ham tuproq va suv radioaktiv bo'lib qolmoqda. Endi eng muhim savol, hozir Chernobil hududida hayot bormi? Javob ha, lekin juda cheklangan va nazorat ostida. Bugungi kunda Chernobil atrofidagi tashlab ketilgan zonada doimiy yashash rasmiy ravishda taqiqlangan. U yerda faqat olimlar, muhandislar va xavfsizlik xodimlari vaqtincha ishlash uchun kirib chiqishadi. Ular reaktor qoldiqlarini nazorat qilish, radiatsiya darajasini o'lchash va hududni xavfsiz ushlab turish bilan shug'ullanadi. Ba'zi odamlar esa, asosan yoshi katta aholi, o'z xohishi bilan eski uylariga qaytib yashab qo'ygan. Ular samoseli deb ataladi.
Lekin ularning soni juda kam va hayoti ham xavf ostida. Tabiat esa bu hududda galati tarzda qayta tiklangan. Odamlar yo'qligi sababli o'rmonlar kengaygan, yovvoyi hayvonlar ko'paygan. Bo'rilar, kiyiklar va boshqa hayvonlar bemalol yashamoqda. Lekin bu tinch tabiat ichida ham radioaktiv xavf hali yo'qolmagan. Eng muhim jihat shuki, Chernobil bugungi kunda ham to'liq xavfsiz hududga aylangan emas. Ba'zi joylarda radiatsiya darajasi juda yuqori bo'lib qolmoqda va bu holat yana o'nlab, hatto yuzlab yillar davom etishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, Chernobil fojiasi faqat 60 ta sodir bo'lgan voqea emas. U bugungi kungacha insoniyatga saboq berib turgan, ko'rinmas xavf qanday oqibatlarga olib kelishini eslatib turadigan tarixiy saboqdir. Bu voqea bizga shuni o'rgatadi: texnologiya qanchalik rivojlangan bo'lmasin, ehtiyotsizlik va xatolar butun bir shaharni, hatto kelajak avlodlarni ham xavf ostiga qo'yishi mumkin.